Qalaysizlar qizlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bilasizlar, menga ko'pincha давление tushishi holatlari kuzatilganligi sababli men maksimal darajada давлениeni ko'taradigan dorilar ichib yuraman va undan tashqari bu uchun ham tez lechение olib turaman, lekin bo'lmadi. Bu narsa menga уже odatiy holga aylanib qolganligi sababli kecha adrenalin ichishga qaror qildim. Bu narsani oldin o'zimda hech sinab ko'rmaganman, chunki bunaqa ichimliklar odam organizmi uchun zarar deb bilardim-da. Keyin ichdim, ichganimdan keyin boshimda og'riq qoldi. Endi bizni ko'rinishimiz zo'r, настроениemiz zo'r, apani kayfiyatlari yaxshi. Undan keyin yana ta'mi ham yo'qdi-da, интересный tuyuldi. Yana ichishga qaror qildim. Ikkinchi marta ichganimdan keyin yuragim shunaqangi tez urdi. Bilasizlarmi, 1 daqiqada normada 80 ta, 82 ta uradigan yuragim 130 ta urishni boshladi-da. Ves badanimdan ana shu narsani eshitaman. Tuk. Bunaqa ichimliklarda to'g'risi ukol tariqasida yo biror bir lechение turi sifatida jiddiy qabul qilmaganligi sababli paka o'zgina naqa qilsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, lekin realniy nima ta'sir qilar ekan ismiga, nomiga yarasha tarkibiga shunaqa narsalar ham bor ekan. Keyin instruksiyasini o'qib chiqsam, chindan ham tarkibiga давлениeni ko'taradigan kofeinga o'xshagan narsasi borligi sababli u ham tez ta'sir qilar ekan. Bilmadim. Bitta menga salbiy tuyulgan tomoni ana shu bo'ldi, lekin ijobiy tomoni to'g'risi tabletka ichish, har xil ukollar olishdan ancha bezikib qolgan edim. Bu taraflama yordam berdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu narsani nima deydi, o'zimga davo sifatida ishlatib yursam yaxshimi yoki oldingidek tabletka ichganim?